Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Avvalo hammalaringga salom. Mana yana 5-6 ta mana zarur savollar borda, shularga savollaringga javob berib qo'yaman. Birinchisi bitta assalomu alaykum tog'a, Damas galovkasini qandaq darajada tortish kerak? Biz yo boltni uzyapmiz, yo rezbani o'ltiryapmiz. Qattiq tortyapmizmi? Yozibdi. Endi birinchi o'rinda o'sha galovkani olganingizda o'sha boltini, shpilka ham deymiz, bolt ham deymiz. O'sha boltlarni olgandan keyin remont qilib qo'yishda har bir o'sha bolt o'rnini birinchi o'rinda. O'sha olayotganda antifrizni tomchisi, moyni tomchisi tushib qoladi. Uni hoya bir pulverizator bilan tozalash kerak, kompress bilan. Yoki bo'lmasa har bittasini bitta ingichkaroq simda latani o'rab olib turib, har birini tozalab chiqish kerak, erinmaslik kerak. Chunki unda ikki tomchi agar antifriz yo bo'lmasa moy qolib ketgan bo'lsa, siz endi uni qatirib borganingizdan keyin birinchidan yo rezbani uradi, yoki bo'lmasa bolt uziladi. Uchinchisi o'sha blokni shatatib chizib yorib qo'yadi. O'shani oldini olish uchun birinchi o'rinda o'sha boltni o'rnini biror dona qo'ymasdan tozalanglar. Tozalab bo'lgandan keyin galovkani ishonch hosil qilgandan keyin galovkani qo'yib kres holda tortasiz. Kres holda pirkiratgani qo'ygandan keyin kres holda sekin oz-ozdan tortib kres holda tortib boraverasiz navbat bilan. Endi tortib borganingizdan keyin o'sha pirkilatgani o'zini holati bor, eziladigan. O'sha holatini ezilib turib temirga qadalganda o'zi bolt aytadi kulishda burayotganingizda. Ana sekin burab boraverganingizdan keyin sekin borda tiraqat qadaladi. Qadalganda shuni to'xtataverasiz. Hammasini o'shuna qadab to'xtataverasiz. Uni ortiqcha tortib olmaysiz. Endi to'g'ri, haligi hadu suv qo'yib yuborgandan, bezillagandan qattiqroq tortib yuborasizlarki, pirkilatga kuymasin, suv o'tkazmasin degan fikr bilan qattiqroq tortib turib, yo rezbani uzadi, yoki bo'lmasa blokni yoradi. Mana shunaqa holatlar bo'ladi. O'shaning uchun xuddi shunaqa qilib tortib, o'sha pirkilatgani ezilish holatini rosa mutaxassis bo'lsangiz, burab kres qilib borganingizda o'zi bilinadi. Pirkilatga ezilayotgani. Ezilib borib turib, shuni temirga qadalgani ham bilinadi kulishda. Qadalganda to'xtatib qo'yaverasiz. Mana shu bilib aylantirib kres qilib. Shu bilan bo'ldi. Uzilmaydi ham, suv ham qo'yib yubormaydi. Juda joyida tortiladi. Shu endi haligi o'sha nima qilmasdan, suv qo'yib yubormasin deb qattiqroq tortilib qo'yiladi. O'sha bir ikki tomchi suv yo moy bolt o'rnida qolib ketgan bo'lsa yoradi. Xuddi men aytganda shunaqa tortsalaring, undan keyin uzilmaydi ham, rezba ham o'lmaydi, blokni ham yormaydi. U ortiqcha rosa qattiq tortish hojati yo'q. O'sha normal o'zini me'yori bor. O'sha me'yorida tortib borsangiz, o'sha pirkilatgani ezib bordi temirga shunday qadalgani kulishdan bilinadi. Tirqat qadaladi. Bu to'xtatib qo'yasiz. Uni ag'iga burasangiz yo rezbani urasiz, yo bo'lmasa yoradi. Shu ukalar, mayli sog' bo'ling. Rahmat savol berganingiz uchun. Ayta assalomu alaykum. Damas'ni yangi remont qildim. 0.25 ga chiqdi. Rasxod ko'p, 160 kilometr yuriyapti. 65 talik balon. Nimadan bo'lish mumkin? Javob uchun rahmat. Endi u nechiga chiqish remontga bog'liq bas, gaz rasxodi, benzinni rasxodi, gaz rasxodi. O'sha ligirovkasida, o'sha ligirovka qilsangiz, benzin bo'lsa benzinni karburatordan yoki bo'lmasa ko'proq gazni rasxodi deyshadi. Gazni rasxodi o'sha gazni o'zidan o'sha ustalarga aytib, o'sha havodan moslatib, havodan qancha havo ozroq bo'lsa, o'shancha gaz rasxodingiz oz bo'ladi ekan. O'shaning uchun u rasxodga uni qancha chiqishligi rasxodga uncha ahamiyati yo'q. O'shaning uchun gazni bir qator ligirovka qilsangiz, o'sha hozirgi aytganingiz ham shu 200 dan ortiq yuradi. Hech bo'lmaganda 210, 220 yurib bersa, shu 160 o'rniga. Uni qilsa bo'ladi, shu to'rkagina gazni ligirovka qilish kerak xolos ekan. Mayli sog' bo'ling. Mayta assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Sizni doim kuzatib boraman. Joningiz omon bo'lsin tog'a. Tikoga qaysi svicha qo'ygan yaxshi? Endi agar tikoga svicha qo'yadigan bo'lsangiz, men haligi ko'rsalaring svichalarni 2 ta 3 talik qilib atrofidan qo'yib yuborgan. Men unga ixlos qilmadim. O'zini suvchasi bor-ku, masalan, aslida oldingi qora suvchalar menga o'sha yoqardi. Hozir oqlar ham yaxshi. Hozir Damas'ga o'sha tikoga baribir hammasiga bitta suvcha tushadi.
o'sha bitta kantaylikni tozasidan olib qo'ysangiz bo'laveradi. Haligi ikkita uchta bo'lgan bilan o'sha baribir o'sha bittani xizmatini qiladi. Men sinab ko'rdimmi mashinada. O'shaning uchun o'sha bittalik o'zini haligi svichani tozasidan bering siz do'konchilarga. Tozasidan beradi. O'sha bitta kantaylikdan qo'ysangiz, o'sha ma'qul uzun suvchadan. Mayli, sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum. Men Damasim yangi, lekin issiq havo haydamayapti. Nima uchun ishlamayapti? Endi agarda issiq havo haydamayotganligi, mashinangiz yangi bo'lgandan keyin demak hamma yo'g'i joyida. Endi pompadan ko'rayotsam, pompa joyida. Chunki issiqliklar joyiga chiqayotgan bo'lsa, endi hozir to'rga sizni o'sha issiqlik haydamayotganini nimani kranidan, pechkani kranidan ko'rdim men o'zim fikrim. Pechkani kranidan shu pastidagi ligrovka borki, o'sha bunday aqabaqa surganda o'sha krani bor. Kranni ochib bekitadi. O'sha krandan cho'qim pechkani radiatoriga suv aylanmayapti. Pechkada xullas suv aylanmayapti. O'sha yerda ustaga ko'rsating. Men hozir fikrim shu bo'lyapti. O'sha pechkaga suv aylanmayapti. Demak, kran ochmayapti. Kran to'sib qolgan. Shuni evaziga meni fikrimni ko'rmasdan bir narsa deyish qiyin-u, hozir shu meni ko'nglimga shu keldi aka. Mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum ustoz tog'a. Damasim bir mashina zavat qilganimda o't olmay vozdukdan tutun chiqyapti. Tarif yurgizsak ham baribir o'chib qolyapti. Iltimos maslahat bering. Endi siz buni-chi birinchi o'rinda uni hozir o'sha holat umuman zajigani chataq yoki bo'lmasa zubcha tremenni almashtirganmisiz? Endi men bilmayman. Endi sizni ko'rmay netmay aytyapman. Zubcha tremenni almashtirgan bo'lsangiz ham bir noto'g'ri tushib qolgan bo'lsa bo'lish mumkin. Undan keyin batta shundaki Mitsubishi ishdan chiqib qolsa ham xuddi o'sha holat bo'ladi. Chunki zajigani chataq. Hozir shu ikki holatdan bir qator ko'rib olasiz. Undan keyin svicha bilan privodadan hozir 3 ta holat bor. Endi 3 ta holatdan o'sha biridan chiqadi. Endi hozir sizga men aniq falon joydan deya olmayman. Chunki ko'rmasdan, netmasdan hozir falon joydan desam noto'g'ri chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun o'sha 3 holatni qidirasiz. 3 holatdan bittasidan chiqadi. Ko'proq o'sha Mitsubishini ham qarang. Ashundan ham chiqadi. Mitsubishi ham noto'g'ri ishlab qolgan bo'lsa, ishlamay qolsa, xuddi o'sha ahvol bo'ladi. Undan keyin zubcha tremenni almashtirib qo'ygan bo'lsangiz, noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsangiz ham o'sha ahvol bo'ladi. Suvcha privoda bilan suvchalar chataq bo'lsa ham, o'sha kirishkasi chataq bo'lsa ham o'sha ahvol. O'shaning uchun men ko'rmasdan bir aniq falon joydan debora olmadim. O'shaning uchun o'sha joylarni qaraysiz, o'sha joylardan chiqadi. Mayli ukalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunchalik savol berganlar uchun katta rahmat sizlarga. Menga obuna bo'lib, mana like bosib, podpis bosayotgan obunachilarimga ham katta rahmat. Umrlaring uzoq bo'lsin. Asli mashinalaring buzilmasin.